Neydi? ETH Zürich, Shveysariya oliy texnika maktabi. Koridorlari mana. Men endi yuqoriga chiqishim kerak. Mana bu yerda ekan shekilli. Mana bu yuqoriga chiqishim kerak mana. Bu yerga. Qayerdan chiqiladi? Liftlari ham bor, endi haligi liftlarga kirganda haligi ba'zan nimani bosish kerak? Chipga o'xshagan narsa bergan, o'shandan foydalaniladi. Ko'pchiligi ishlamay turibdi, e'lon berib qo'ygan. Endi shanba, yakshanba kunlari liftni muammo chiqsa, xizmatchilari dam olayotgan bo'lishi mumkin. Mana bundan foydalanib ko'raylik. Tepaga. G, H'ga chiqishim kerak. Ko'rinmalar. Ya, noto'g'ri. Juda remont bo'lyapti shekilli. Joyiga tushaman. Etaji G deyapti. Etaji G deyapti. Hashga mana talabalar o'ziniki ekan, bu yoqda remont bo'lib yotibdi, oyna bilan yopib qo'ygan, o'ta olmayapman yuqoriga. Zina ham yo'q, liftdan chiqsa rekonstruksiya bo'ladigan joylar qilib oyna bilan yopib qo'ygan.